O'zi xor bo'lganini, dunyoda adashib kofir bo'lib yashaganligi, xato ekanligini tushundi. Hali tanasidan ruh ajramay turib, xaridorlarni ko'rganda, aql ishlarida ko'zi ochildi, endi buni foydasi yo'q. Endi buni foydasi yo'q. Biri namoz o'qidi, ikkinchisi o'qimadi. Biri roza tutdi, ikkinchisi tutmadi. Biri ota-onasining duosini oldi, ikkinchisi oq bo'ldi. Biri o'zini pokiza saqlandi uylanib, ikkinchisi zino o'tkazdi har kuni. Zino bilan kunini o'tkazdi va bu bilan faxrlandi. Dunyoda bir xil yashagandir ehtimol, lekin dunyodan chiqishi hargiz bir xil bo'lmaydi. Namoz o'qigan ham o'qimagan ham bir xil yuraveradi dunyoda. Roza tutgan tutmagan bir xil nafas olib yuraveradi. Endi-chi, endi ham bir xil bo'ladi ahvol. Keyin ikkisi ham qabrga qo'yiladi. Endi nima boshlanadi bu yerda? Abadiy hayotning muqaddimasi. Mana bu yerda ularning holida barobar bo'ladi. Ikkalasi qabrga qo'yiladi. Ustidan tuproq tortiladi. Dafn qilinadi. Eng ajib narsa shuki, qabrda yotgan mayyit uni ruhi tanasiga qaytarib kirgizilgandan keyin ustiga tuproq tashlangan eshitiladi. Birodarlar, bir fikr ko'ringlar-da. Yotibsiz qabrda, zimiston, hech kim sizni eshitmaydi, qimirlamaysiz, tuproqni ustiga shop tashlaydi. Bugun turib oldimizda. Bu chiroyli jasadlarimiz chiriydi. Bu dunyolarimiz qolib ketadi. Bu yaxshi ko'rgan ayollarimiz, farzandlarimiz Qur'onda o'qib ketaveradi. Yakkama-yakka qolamiz Robbimizning maloikalari bilan. Tanish bilishi yo'q.